Hazır yanvar ayının axırı 25-may, ya'ni maktabni bitirishga ham ozgina vaqt qoldi. Maktabni bitirishdagi eng muhim narsalardan birisi bu albatta shunday lenta bo'ladi. Bu lentani ko'rib o'zim ham hayron qoldim. Bizga maktab vaqti bitiruvchi 2020, bitiruvchi 2010 degan shunday oddiy yozuvlar bilan bitiravergan ekanmiz. Hozirgi lentalar shu darajada rivojlanib ketibdi. Ot familiyangizni qalasangiz shunday rasmingizni ham qo'yib beradi. Bunga ne deysiz? Bugun sizlar bilan mana shunday chiroyli lentalarni Birunida nerdan topish mumkin va qancha so'mga topish mumkin degan savollaringizga javob topamiz. Eng qizig'i Birunida o'zimizning og'alarimiz ishlab turibdi shuni. Xullas, hammasini to'liq tushuntiramiz. Maktabdan ishini yurib. Avvalambor assalomu alaykum Aliya. Yaxshimisiz? Harman. Buni Birunidning o'zida o'zingiz ishlab turibsiz shunda, to'g'rimi? O'zimiz ishlab turibmiz. O'zimiz ishlab chiqaramiz, o'zimiz tarqatamiz. Bu temaga necha yil bo'ldi? Necha yildan beri bu narsaga zakaz olasiz? Karantinning buyog'ini 2022 dan beri bu lentani o'zimiz ishlab chiqaramiz. Boshqalardan ham уже 4 yil bo'lib qoldi. 4 yilning ichida O'zbekiston bo'yicha ham, Qoraqalpoq bo'yicha ham vis hammasini bitiruvchilarga o'zimiz tarqatamiz. O'tgan yil men eshitdim bo'yicha Toshkentdagi Dor maktabga siz bersiz, общий O'zbekiston bo'yicha necha maktab, necha klassga ketdi o'tgan yil? O'tgan yilning hisobi bo'yicha 300 klass O'zbekiston bo'yicha. Misol shu menda turgan bu sharhli variant, to'g'rimi? Buning bahasi necha so'm, buning necha so'mlik variantlari bor sizda? O'zi yaqinda chiqdi, trend bo'layotir. Danli momentda 60 ming so'm, 20 mingligi bor, 45 mingligi bor, 60 mingligi bor. Общий hisobda 3 xil lentamiz bor. Men zakaz etadigan bo'lsam, necha soat, necha kun kutuvim kerak? Qoraqalpoq, Xorazm bo'yicha 12 soat, 18 soatning ichida bitib beramiz. Vis O'zbekiston bo'yicha ilk kunda qo'llarinda bo'ladi. İlk kunning ichida qo'linda bo'ladi. İlk kunda tayyorlab bermaymiz, уже qo'linda turgan bo'ladi. Ya'ni Xorazm, Qoraqalpoq, misol uchun bugun zakaz etsa, ertaga bitgan so'ng qo'linda bo'ladi. Qo'linda bo'ladi 100%. Hozir yanvarning oxiri, fevral endi kirib keladi. Hali adur bor, olmaygacha. Bu qachon zakaz etish kerak o'zi? Bu lentalarning vaqt soati momentda kelib turibdi. Hozir keladigan bo'lsa, zakazlarimiz oz emas. Normalniy-ku. Mayga qarab уже pikka chiqib ketganimizdan keyin qiyin bo'lib ketadi. Iloji boricha bu oy endigada zakaz berib, ertaroqdan olib, xalagan ranglarni, xalagan dizaynlarni tanlab olsa bo'ladi. O'shani mayga qarab ketadi-ku. Mayga qarab ketadigan bo'lsa, dizayndan salgina qiynalib qolishi mumkin. Boshqa narsalardan salgina qiynalib, 4-5 kun, 1 hafta, 15 kunlarga cho'zilib ketadi. Hozir vaqt soati lekin. Zakaz berajaqman. Qancha pul beru kerak endi? Pul bermay zakaz etsa bo'ladimi? Hammasini tashiymizmi, qanday bo'ladi? Yo'q, oldindan как положение klassning, ves klassning pulining 50%ni to'laydilar. Keyin anag'ini Telegramdan chekin tashlab, уже bo'ldi. Hal. Taym bo'lib turaveradi, zakaz bargandan so'ng qolganini to'laydilar, ki o'zlari olib ketaveradi Birunidan. Farqi yo'q. Umuman, xalasa dastlabki, xalasa pochta, xalasa o'zim sapab beramiz. Umuman farqi yo'q. Ko'rib turganingizda, endilikda turgan shunday chiroyli sharf ko'rinishida bo'lgan lentalarni siz ham zakaz etib, shu o'rni rasmingizni qo'ndirib bersangiz ham bo'ladi. Oldingiday oddiy lentalar ham yo'q emas, bor. Siz xohlagan uslubda, xalasangiz zamonaviy uslubda taxlab beradilar va buning uchun faqatgina hozirdan o'zida yanvar oyi hali erta degan emas, sababi o'sha mart, aprel, may ana endi zakaz ko'payib ketadi. Qisqa aytib aytgan bo'lsa, hozir zakaz bersangiz, sirazu ishingiz hal bo'ladi. Oldindan taxlab arqayin bo'lib yurgan yaxshi.